Mana shu rinologiya alohida rivojlanib, juda ko'p shifokorlarimiz mana shu burun jarrohlik usullarini qo'llamoqda burun kasalliklarida. Mana shundan oldin biz burunni qanday vazifani bajaradi? Biz o'tkazgan jarrohlik amaldan keyin ana shu burunni o'zini normada bajaradigan vazifalari buzilib qolishi kerak emas. Eng birinchi vazifasi burunni bu nafas olish. Ikkinchisi bu bizni ovozga ton beradi, rezonator funksiyasi. Uchinchisi bu hid bilish funksiyasi. Chunki burunda ma'lum zonalar bor, u yerda bizni burnimizni havo bilan borgan hidlarni so'rilib ta'minlab turadi. Keyingisi bu himoya vazifasi. Bizni burnimiz tashqi muhitdan bizni organizmimizga kirayotgan har xil infeksiyalarni, chang, havo bilan kirgan infeksiyalarni tozalab turadigan, o'zidan maxsus yo'llarni chiqarib tozalaydigan himoya funksiyalarini bajarilgan. Ana shu burunni funksiyalarini yaxshi bilib, keyin uni har xil davolash usullarini qo'llashimiz kerak.